Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan gemoroidni boshlang'ich darajasida uy sharoitida qanday qilib davolash mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. O'zi gemoroid haqida gapiradigan bo'lsak, gemoroid nima? Qanday paydo bo'ladi? Qanaqa kasallik? Gemoroid bu to'g'ri ichak atrofidagi kavernoz tananing varikoz kengayishi. Ya'ni xuddi varikozga o'xshagan chiqqan tomir deb tasavvur qilaylik. Uni asoratlari bor. Tushish asorati bor, qonish asorati bor, tromboz asorati bor. Eng ko'p uchraydigan asoratlari mana shu 3 ta asorat hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz. Demak, uy sharoitida davolash. Birinchi o'rinda tushish asorati haqida gaplashadigan bo'lsak, tushishning 4 ta darajasi bor. Birinchi darajasi gemoroid tugun ichkaridan kattalashadi. Ya'ni o'sha kavernoz tana kattalashadi va orqa chiqarib kirish yo'lida to'siqni shakllantiradi. Ya'ni mana bunaqangi holatda tasavvur qiling, bu to'g'ri ichakda anus qismi, ya'ni axlat chiqadigan joy. Bu bo'lsa ampulyar qismi, axlat to'planadigan joy. Sigmosimon ichakdan oziq-ovqat mahsulotlaridan hosil bo'lgan axlat massasi to'planadi. To'planib, to'lgandan keyin miyada impuls bo'ladi. Yetarli miqdorda axlat yig'ildi. Endi buni sen tashqariga chiqarib tasha deydi. Biz hojatxonaga borib, hojat aktini, ya'ni defekatsiyani amalga oshiramiz. Axlat mana shu yerdan yumshoq bo'lib tushib ketadi. Endi kavernoz tanani varikoz kengayishi, ya'ni gemoroid paydo bo'lsa-chi, yo'lda kattalashgan kavernoz tanalar to'sib qo'ysa, axlat tashqariga chiqish jarayonida gemoroid tugunini ezib, travma qilib tashqariga chiqib ketadi. Natijada bemorda bo'ladi hojat mahali biroz achishish, biroz og'riq va to'liq bo'shanmaslik hissi. Hojatdan keyin yana nimadir qolib ketgandek bo'ladi. Boradi, lekin hech narsa yo'q. Demak, bu ishib qolgan katta gemoroid tugunlari hisoblanadi. Bu birinchi daraja. Birinchi darajada gemoroidni sababchi faktorini bartaraf qilib, dori-darmon bilan davolansa, bu kasallikdan 100% qutulish mumkin. Sababchi faktor nima? Og'riq ko'tarish, ko'p o'tirish, ich qotishi. Shuni bartaraf qiling, to'g'ri ratsional ovqatlaning va gemoroiddan butunlay xalos bo'lasiz. Endi proktologga borib, kasallikka aniq tashxis qo'ydirib, shifokor yozib bergan назначение asosida dori vositalarini qabul qilsangiz, bu kasallikdan qutulasiz. Shifokor nima yozib beradi? Birinchi o'rinda anal sohaga qo'yiladigan svechalar. Hozirgi kunda keng qo'llaniladigan Relief, Pasterizan, Praktazan, Ablipixiy svechalarini mast, metil uratsil yoki vishnevskiy mazini yozib beradi. Demak, ertalab hamda kechqurun yuqoridagi mazlarni qo'yib, venotonik preparat Detrolex yoki Filibodiyani qabul qilinsa va ishda muntazam yumshoq holatda keltirib turilsa, bu kasallikdan butunlay qutulish mumkin. Bu birinchi darajada. Endi gemoroidda ikkinchi darajasi bor. Ikkinchi darajada qanaqa bo'ladi? Ikkinchi darajada, ya'ni tushish asoratini ikkinchi darajasida hojat payti, ya'ni defekatsiya payti endi birinchi darajada, birinchi darajali gemoroid tugunida kichkina edi. Ikkinchi daraja undan kattaroq bo'ladi, yo'lni to'sib qo'yadi. Hojatga borgan payti qarasa, tugunlar yo'lni to'sgan, axlat tashqariga chiqmoqchi, lekin yo'l yopiq. Siz kuchangan paytingiz gemoroid tugunlaringiz axlatga yo'l berish uchun tashqariga chiqadi va axlat pastga tushib ketdi. Endi axlat tushib ketgandan keyin tugunlar o'z-o'zidan avtomatik ravishda ichkariga kirib oladi. Ya'ni o'zi kirib ketadi ikkinchi darajada. Ikkinchi darajada ham xuddi shunaqa oldin aytganimizdek, ya'ni shifokorga borib, kerakli dori vositalarini yozdirib va sababchi faktorda bartaraf qilinsa, natija 50% bo'ladi. Ya'ni 100 ta bemordan 50 tasida 100% gemoroid kasalligi yo'qolib ketadi, qolgan 50 tasi bo'lsa 3-darajaga o'tib ketadi. Endi 3-daraja qanaqa bo'ladi? 3-daraja, 2-darajaga nisbatan gemoroid tugunlar ancha kattalashgan. Hojatga borgan paytda axlat massasi gemoroid tuguniga kuch beradi, ya'ni tashqariga chiqarish uchun itaradi. Tugunlar axlatga yo'l berish uchun bo'lsa tashqariga chiqadi. 2-darajada gemoroid tuguni o'zi qaytib kirib ketardi hojatdan keyin. 3-darajada o'zi kirmaydi. Bemor barmog'i bilan tiqib qo'yadi ichkariga. Bu 3-daraja. Endi 4-darajamiz bor. 4-darajamiz xohlaydimi, xohlamaydimi bemor, hojatga boradimi, bormaydimi, gemoroid tuguni polniy tashqarida bo'ladi. Ya'ni xuddi mana bu quloqda jinjaloyga o'xshab, orqa teshikda atrofida gemoroid tugunlar pastiyani tashqarida turadi. Demak, bu 4-daraja. 3 va 4-darajada
konservativniy lecheniya, ya'ni siz shifokorga borib gemoroyda tushish asoratini 3 yoki 4 darajaligini tasdiqlatdingiz, sababchi faktorda bartaraf qildingiz va shifokor назначенияsi asosida dori vositasini qabul qildingiz. Gemoroydan butunlay qutulolmaysiz. Gemoroyni faqatgina vaqtinchalik pasaytirib turishingiz mumkin, ya'ni klinik belgilarini. Ma'lum bir vaqtdan keyin dorining ta'siri tugasa yoki sababchi faktor bartaraf qilingandan keyin keyingi sababchi faktorda shakllanguncha siz bu kasallikdan xalos bo'lib turasiz. Keyinchalik bu kasallik og'irlik ko'tarsangiz, ichingiz qotsa yoki qanaqadir nagruzka bersangiz, yana qaytadan обострение berib sizni bezovta qiladi. Demak, 3 va 4 darajada gemoroyni yechimi faqat va faqat jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Jarrohlik amaliyotini kombinlangan usulda qilish kerak. Eng yaxshi ligashur yoki garmonikda lazer bilan birgalikda yoki dezartrizatsiya bilan birgalikda qo'llansa, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya qisqa bo'ladi, bemor qiynalmaydi va bu kasallikdan butunlay xalos bo'ladi. Agar sizda gemoroyda 3 yoki 4 darajali tushish asorati mavjud bo'lsa, demak menda faqat operatsiya bo'lar ekanda, operatsiyada qiynalaman degan qo'rquv hamda vahimaga berilmang. Yaxshisi siz bizda 3 va 4 darajali tushish asorati bilan jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazgan bemorning fikr hamda mulohazalarini eshitib ko'ring. Bu sizni qo'rquvingizni yengishingizga va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni orttirishga albatta yordam beradi. Gemoroy menda oldindan bor edi, bezovta qilmasdi. Shu ozroq nagruzka og'ir ko'tarish natijasida chiqib qolib keyin orqaga qaytmadi. Tromb hosil bo'ldi, ya'ni. Shu internet orqali qiziqdim. Misol YouTube, Instagram hammasi rivojlangan. O'shanda kuzatganimda sizni video roligingiz chiqib qoldi. Operatsiya jarayoniga keladigan bo'lsak, hech qanaqa og'riqlarsiz o'tdi. Suhbat ham o'tkazdik. Jarayonda belimdan pasti sezganim yo'q. Hozir mana ko'rib turganingizdek o'tirib turish hammasi joyida. Agar siz va yaqinlaringizda proktologik kasallik mavjud bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali albatta biz bilan bog'lanib, offlayn konsultatsiyamizga keling. Kasalligingizga aniq tashxis qo'yib va samarali yechim topishga albatta yordam beramiz. Statistik ma'lumotlarimizga qaraganda, bizni kuzatuvchilarning 90% bizga podpiska bo'lmasdan kuzatib borar ekan. Siz albatta bizga obuna bo'ling. Shunda proktologik sog'lig'ingiz to'g'risidagi eng oxirgi va eng aniq ma'lumotlarga birinchi bo'lib ega bo'lasiz.